Assalomu alaykum aka-ukalar. Xo'roz ishqibozlari, parranda ishqibozlari, tuzumizlar charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Yozlarda, suvlarda qiynalmay, ayniqsa musofirda yurgan aka-ukalarimiz Alloh kuch-quvvat bersin, sizlarga charchamanglar. Xo'sh, men bugungi video chiqarishimdan maqsad ko'p savollar kelyapti-da, anaqa ko'plarni jo'jalari oyog'i shol bo'lib qolyapti ekan. Oyog'i shol bo'lib qolyapti, o'tirib qolyapti. Xo'roz tovuq farqi yo'q, jo'ja yoshi katta kichkina farqi yo'q. Men ko'pincha bu narsa bor, mana yozda kana, bit mana shunaqa narsalardan keladi. Oyoq qo'lni shol qilib qo'yadi, oyog'ini, qanotini yurolmay qoladi. Mana men bilan hozir cho'miltirdim. Bularni qanaqa cho'miltirasiz? Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Dorisini ham eng zo'ri shu o'zimizni eski bir dori vositamiz bor. O'shandan foydalanamiz. Hozir men ko'rsatib o'taman. Eng zo'ri mana bu mana. Suminak. Buni ichida ikkita ampula bo'ladi. Bitta ampulasi 4 litr suvga tayyorlasangiz bo'ladi. Keyin undoq sepadigan borib, pish qilib sepadiganga solib, masalan, hozir ko'rsatib o'taman, anaqa. Rosa yaxshi foyda beradi. Mana bunaqa idishga solib turib, xullas mana bunaqa qilsanglar, sepsanglar, butun badani hamma yog'iga tegishi kerak dori. Mana bunaqa ikkita baklashkaga tayyorlab qo'yganman. Bu yerda 2,5 litrdan 5 litr, xullas abrabotga qilinglar, tovuq, xo'roz, jo'ja farqi yo'q. Chunki yozda o'sha parazitlar chaqib tashlaydi, oyoqlarini shol qilib tashlaydi, butun badanni kana bosib ketadi, bit bosib ketadi, qonini so'rib qo'yadi, oyoqdan kuch-quvvatini olib qo'yadi. Jo'ja tovuqlar yotib qolyapti hozirgi kunda ko'pinchasi. O'shani men o'zim shuni qo'llayman. O'shanga anaqa qiynalmaydi, jonivorlar ham parazitga qarshi sep turishga. Mana bunaqa jo'jalarga anaqa tog'orada suv qilib olib, botirib olaverasizlar. Agar jo'jalar ko'p bo'lsa, bitta qilib o'tirmaysizlar, tog'oraga bitta bo'ktirib olsanglar bo'ldi. Hozir kuniz suv shamollamaydi jo'jalar. Shuni aytmoqchi, men keyin suvga обязательно vitamin qo'shib beringlar. O'sha gema balans degan zo'ri chiqdi. Bir xil chektonik beryapti. Multivitlar zo'r. Mana kimdir men hozir gema balans degani chiqqan. O'shanga o'tib olganman. Ishtahalarni ochib, mana shu jo'jani ham gema balans bilan anaqa qilyapman-da. Quruq Johorida yuribdi, mana shu Makkada yuribdi. 3 kun oldin urishtirdim buni, o'sha kanalga tashlab qo'yganman. Video kanalimga tashlab qo'yganman. Kalta yuruqlari yaxshi, endi yomon narsa boqmayman. Buni misol uchun men zotga tashlab qo'yganman. Bola olyapman. Bolalari yuribdi bularni. Mana shu xo'rozniki, men bu tovuq Yulduzchan navara qizi. Xo'roz men bu. Xo'roz mana. Bu Yaponga Koreya bu. Buni onasi Yapon, otasi Koreys buni. 3,5 kilo vesi bor. Bunaqa katta xo'roz emas, lekin yaxshi kalta yurug'i menga yoqdi. O'z bilardim nimaligini, baribir o'zim uchun bir ushtirib oldim. Men bilan tovuq yo'nalishi, tuxum yo'nalishida bular. Olib kelib qo'ydim o'zim uchun. Shunaqa gaplar, keyin jo'jalarni rejim bilan boqinglar, rejim. Mana hozir ovqat idishi bo'm-bo'sh. Hozir sal kech tushgandan keyin bitta chiroqni yoqib, uxlashdan oldin yana bitta ovqat berib olamiz. Shu bilan hammasi uxlaydi. Keyin mana bunaqa katinglarni ham abrabotga qilib chiqinglar. Buni o'zini oq kukuni bo'ladi, parashok deydi. O'sha parashokdan sep qo'ysanglar, o'sha chaqadigan kana, bit, mana bunaqa narsalar o'ladi. Lekin suminakda bitta cho'miltirib olsanglar bo'ldi. Badaniga hech qanaqa parazit yaqinlashmaydi o'zi. Bir oy menimcha ushlab beradi. Bir oy ushlaydi buni. Bir oy ushlab beradi. Keyin yosh jo'jalarni men nima bilan boqyapman? Yosh jo'jalarni mana bodoylarni o'tib qo'yaman. Hozir bu qurib qoldi quyoshda, kech payti yana bir suv qo'shamiz. Spetskormda bu.
Ichida hamma narsasi bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi bu. Hozir ochib ko'rsataman. Bu yerda hamma narsa bor aralashgan. Mana spetskorum. Buni ho'llab o'tib bir 15 minut, 20 minut o'tib qo'yib, suvni tortgandan keyin jo'jalarga bersanglar maza qilib yeydi. Keyin o'sish tez bo'ladi. Keyin o'sha katta bo'lgandan keyin aralash donga, makkaga o'tkazsanglar bo'ladi. Men o'zim shunaqa boqaman. O'sishi yaxshi, ishtahasi yaxshi. Keyin suvga vitamin qo'shib beringlar. Suvni har kuni yengilab turinglar. Suv bir kun, 2 kun qolib ketsa ayniydi, vitaminli suv bo'lsa, o'shaning uchun suvni har kuni yengilab turinglar. Keyin yana bir maslahat, mana shunaqa xoroz bo'lsa borku, xorozlar. Cho'miltiringlar. Har kuni men 2 mahaldan cho'miltiryapman shuni hozir. 2 mahaldan cho'miltiryapman. Mana jo'ja. Quruq makkada bu. Bolada yuribdi-da, bolalarni oldim. Bolani xudo xolasa endi yaxshi beradi degan umiddamiz. Xullas shunaqa gaplarchi, ukalar, men bir aytib chiqdim, jo'ja kimga kerak bo'lsa murojaat qilinglar deb. Jo'jalar ko'p, mana bunaqa jo'jalar ko'p, mana bunaqa. 3 oylik, 4 oylik mana bunaqa jo'jalar ko'p. Buni xorozi ham bor, tovuqi ham bor. Endi bular men o'zimga olib qo'ygan narsalar mana bitta tovuq, mana bu xorozchi. O'zim uchun tashab qo'yganman, o'zim uchun zotga boqaman. Xudo xolasa yaxshi narsa. Bu Xitoy mana bu. Xitoy. Mana bu Xitoyga Koreya. Xitoyga Koreya, mana bu toza Xitoy. Oyoqlari to'rtburchak chiqqan, oyoqda paypoqlari ham bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsanglar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Jo'jalarni tovuqmi, xorozmi farqi yo'q. Xullas shunaqa bugun kichkinagina maslahat berib o'tib ketdik deb o'tdim. O'sha yozda ko'pincha oyoqlari shol bo'lib qoladi tovuqlar. Men o'zimda ham bo'lgan bir paytlar tovuqim yotib qolib, oyog'i shol bo'lib qolganda tushunmaganman nimadan bo'layotganligini. Keyin tovuqni o'sha patini ochsam, badani to'la kana bosib ketgan ekan. Mayda kichkina kana bo'ladi, juda kichkina bo'ladi. Ana g'o'janek bo'lib badaniga yopishib, butun anaqa qonni so'rib olib, o'sha nerv tizimiga tegadi, oyoq qo'li shol bo'lib qoladi. Keyin dorilab, hammasi o'sha kanalar parazitli o'lgandan keyin oyoqqa turib ketadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun oldini olib qo'yinglar. Men hozir mana cho'miltirdim bularni. Katta-yu kichkina hammasini suv sepib erinmasdan cho'miltirib qo'ydim, bo'ldi. Maza qiladi, badani yayraydi. O'sha chaquvchi parazitlar bo'lmasa yaxshi yuradi, ishtahasi yaxshi bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar ukalar. Kimga nima kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsanglar. Aloqadamiz, xudo xolasa. Endi telefonim har doim yo'q mana. Kim telefon qilsa bemalol qo'ng'iroq qilaversin. Shu xoroz tovuq masalasida. Shunaqa gaplar ukalar. Ko'plab video chiqarmayapsiz deyapti. Yo'q, video chiqarib turibman, ozgina bo'lsa ham. Qo'ldan kelgancha. Endi keyingi safar kim nima masalada, misol uchun qanaqa video chiqarishimni kim xohlayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar, men o'sha masalada video chiqarishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha maslahat beraman, xudo xolasa. Meni kim tanigan bo'lsa yoki yangi obunachilar bo'lsa, hammaga kattakon salom. Toshkentdan ishqibozligi. Kasal bo'lmanglar. Sog' salomatlikni ko'rishguncha aka-ukalar, e'tiboringiz uchun rahmat. Ayamasdan shu videoni oxirigacha ko'rganlarga kattakon rahmat aytaman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, yaxshi videolar chiqarishda davom etamiz, xudo xolasa.